Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. Endi gaz tarmog'i isitish va ovqat tayyorlash uchun ulab berilmaydi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, endi gaz tarmog'i isitish va ovqat tayyorlash uchun ulab berilmaydi. O'zbekistonda gazni faqat yoqish, jumladan isitish va ovqat tayyorlash uchun ishlatadigan iste'molchilar, ularga gaz yetkazib berish bo'yicha texnik shartlar berish to'xtatildi. Bu haqida energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov ma'lum qildi. Gazni tejash maqsadida ayrim issiqxonalar, sement va g'isht zavodlari, bolalar bog'chalari, maktablar va shifoxonalar ko'mir yoqilg'isiga o'tkazilishi boshlanadi. Joriy yilda issiqxonalar uchun ko'mir bilan ishlanadigan qozon sotib olish xarajatlarining 20% gacha qisman davlat tomonidan qoplanadi. Bu gaz ishlab chiqarishning qisqartirilishi va qayta tiklanishning energiya manbalarining rivojlanishi fonida sodir bo'ladi. 2025-yilning fevral oyida O'zbekistondagi yangi qurilgan uylardagi 135 mingta xonadon bu yil markazlashgan isitish tizimiga ulanishi, oshxonalar esa gaz plitalari o'rniga elektr plitalari bilan jihozlanishi ma'lum bo'lgan. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi markaziy isitish foydasiga gaz qozonlardan voz kechilganligi haqida xabar bergan edi.